o'qish yoshidagi bolalarninki qavziyatlik ahvoli kundugiga ko'paymoqda. Nurg'ulg'a ota-onalar mushu bolalarninki ich qetib qilish, ya'ni qavziyat, ta'tir ravon bo'lmasligi sababidan dorilarni xohlagancha ishlatishni ansiraglik. İşletmeyi desa bolalarning ta'tir ravon kelmaydi. Kasallab qilib keyinchi ig'ilish bitishini ansiraydi. Dori ishitish orqali tasodifen bolalarninki oshqozon, 3 oy qatorliq mushu nefis chilliq paydalarning zaxmlanib ketib, ma'lum bir kasalliklarni keltirib chiqarishdan qo'rqadi. Anda bo'lsa, mushu o'qish yoshidagi bolalarda mush ich qetib qilish, ya'ni qavziyatlik ahvoli ko'rilgan chaqda oilada biz bu bolalarni qanday kutamiz? Odatda biz har kuni atdigan nashtada balamızga bir piyola qaynoq suga az miqdorda tuz silib, mushu tuz suyidagi qaynoq suvni 10 kundan 15 kungacha ichib bersa, qavziyatlik ahvoli bolalardagi tamamen o'ngshiladi. Ikkinchidan, harakatni ko'p qilib berish kerak. Bu bolalarimiz hozir tabiat dunyosi cho't arilib ketdi, tuqqanlar. O'ylab boqinglar, 80-yili, 90-yili tug'ilgan hozirgi ota-onalar bo'lsa, o'z vaqtida kichik chaqlaringlarda to'xtamay u bog'dan bu bog'ga o'g'liga ketdinglar. Yana oylar to'xtamay tabiat dunyosi bilan bevosita uchrashdinglar. Hozirchi, hozirgi kichik bolalarimiz oilada telefon, televizor uning tabiat dunyosi bo'lib ketdi. Shu sababdan harakatning oz bo'lishi va kichik bolalarningki mush badandagi metabolizm, qon ajri ravon bo'lmasi sababidanmi qavziyatni keltirib chiqarib qo'ydi. Mana bu hozir jamiyatimiz eng kichik bolalarni qavziyat bo'lib qilishningki bosh sababchisi, bosh jinoyatkorchisi dal mush shu. Harakat qilmaslik. Shunga bolalarni faqat va faqat shanba, yakshanbadan uzangni u bog'lig'a, bu tog'lig'imda olib cho'g'iltib qolib emas. Odatdagi oilada bu bolalar harakat qilsin, o'ynasin, taqlasin, saklasin. U bolalarni azar indi meni yugurib boqachi voy to'xtataz. Voy jimtoy gap qilma, varangchun qilma deganga o'xshash bolalarni harakatdan cheklagan bo'lsanglar, bolalarning qavziyat bo'lib qoladi shu. U bolalarni o'ziga to'xtamay telefon, televizordan boshqa o'tmasa. Kunda qachon qolsa, palajoga odamda kunda ekran qalab, o'ldirishni boshqa uqmaganligi albatta qavziyat bo'ldi. Shunga bolalarning harakatini hargiz to'smang. İlhamlandık durumlar. Tabiat dünyası yakın gelsin. Üçüncüden, suni köprak içsin balla. Hem de su içsin dedi doktor deb, renlik su, xunça, lüça aldım başlayıp hemen iş güzel etmey. Adetki, yani destirlengen Pakistan'dan su olsa, aşı sudan köprak iş güzel koyalım. Bunu yaz kilovatı da balla ufu tepkisinin aldığını atmaz. İkinci birisi balla hareketini köp koygan diken tabi aldı bedenge su tuluklaş lazım. Del buma ballardaki qavziyatlik ahvalini yaxshi o'ngshab qo'ydi. Balada tamoq yegan chog'ida ancha-muncha ochiq suv qilib bile tamoqiga bumi hazmni yaxshilab, qavziyat ulab qilishni oldini oldi. Polo yegan chog'ida qatiq ichkizib qo'ylar. Balaga suvoq ketdi deb qilaversakmi, balalarni issiq ichib ketib, issiqdan bo'lgan qavziyatni keltirib qo'ydi. Uningdan bilak qunoq, xo'lungu, savza, kava, tarxamak qatorliq mushundoq meva-chevak, sako'kdaqlarma balalarniki qavziyat olib qilishninki oldini tamamen alalaydı. Hem qavziyat olgan balalarni yaxshi davolaydi. Uningda bilan oilada sizlar bo'lsa, kepikka ko'proq tortilgan undan tomoq etib turinglar. Kepikka az tomoqni ko'p yeyishma odatda qavziyatni paydo qilib qo'yadi. Shunga kepikka ko'proq tortilgan, uzanni tortish imkoniyati bo'lsa, unni kepikka ko'proq tortilgan unni tortib bersanglar, bu qavziyat bo'lishning oldini oladi. Hatto diabet kasalligiga nihoyat foydali.